Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Mana Türk qardoshlarimiz bizneslaridan biri. Shu mashinalar shular ekan savdoda. BMWni bir qiziqib ko'ramiz. Yillari mana qog'ozlar bor ekan. Narxi 12.990 euro, 13 euro. Dizel 2011 yil ekan. Changlarni tozalab turib. Audi'da mana ofis ekan. Oldi sotdi shartnoma qiladigan joyi. Mana BMW ham $11.000 ekan, narxi yili 2013 ekan. Mercedes. Buni narxi yo'q ekan. Yili 2014 ekan. Mana Ford $12.000, 2014-yil mashina. Mazda $12.000, 2014-2015-yil mashinalar ekan. BMW'ning manaqasi. Dizel ekan, 2016 ekan. Mana Tesla mana, elektromobil. $21.000, 20-yil ekan. Shunaqa arzon mashinami bu Tesla? Ronald. $19.000. Aka tozalashman, changini suydashman ovora, biz video olishman ovoramiz. Mana yuribmiz endi mashina qilib. 3 kunda o'tkazish kerak-ku. Dushanbagacha. Salomat bo'lasizlar.